U Newton va Einsteindan keyingi eng ulug' ilm-fan mutafakkiri va nazariyaviy fizik olimlarining biri. U olam sirlarining izlanguchisi hamda yo'lboshchisi. U yana sirliq olam nazariyalari va fizik ilmidagi yangi bilimlarni kishilarning kundalik turmushiga ilib kirguchi va tarqatquchi. Uning tini chaqliq o'rindiqqa 50 yilga yaqin vaqt nazarband qilingan bo'lsa-mu, lekin uning ideyasi birdamni to'xtab qolmay, erkinalda olamda bahuzur sayohat qilgan. Stephen Hawking mushu asrdagi eng shuhrat qozongan hamda rivoyatlik tusga ega ulug' fizik olimi. Uning g'ayriy nuqta teoriyasi va Hawking radiatsiyasi nazariyasi bir davrning fizik tunishini o'zgartdi. Uning rayimsiz taqdirga bo'lgan qaysar xislati hamda mustahkam irodasi bo'lsa, bizning va keyingi avlodlarning o'rganish ulgusi. Bugun biz birlikda Hawkingning rivoyatlik hayotiga kirib boqaylik. 1942-yil 1-oyning 8-kuni Stephen Hawking Angliyadagi bir ziyoli oilasida dunyoga kelgan. Nəhayət to'g'ri kelib qolgani bo'lsa, bu kunda ulug' astronomiya olimi Galiley olamdan o'tganligining 300 yillik xotira kuni edi. Balkim ota-onasining esil geniga vorislik qilg'achqimikin, Hawkingning kichkidan boshlab aqliy iqtidori odamni cho'chitdi. 17 yosh vaqtida u a'lo natijaga tayinib Oxford universitetiga kirdi. U qaynam tashqiliq cho'mishni yaxshi ko'radigan bo'lib, aloqaga moyir edi. Ko'p qism vaqtini maktab tanz kechiligini kezish hamda shaxsiy yig'ilishda o'tkazgan. U hatto qo'lva qaydash komandasida qatnashgan. Yig'ib aytganda, u nəhayət az vaqtini kutubxona yoki tajribaxonada sarf qiladi. Mana bu aql bo'linmasi odatli kishilardan olqigan talantlar ichida Hawking yanala ko'zini chaqiradigan yulduz kabi. Xush tabassumi hamda ziyrak va yumorliq so'z jumlalari yana odatdan tashqari aql bo'linmasiga tayinib, kichik Einstein degan laqabga erishgan. Hawking mo ismi jismiga loyiq holda o'qishda birinchi bo'lib maktab bitirdi. Bu yili Hawking dal 20 yoshga kirgan. U Oxfordni bitirib, orqadan Cambridge universitetiga kirib doktorlikni o'qiydi. Cambridgeda, ya'ni bu dunyoviy eng yuqori bilim yurtida, uzundan buyon ikki xil qarama-qarshi olam qarashi tarqalib yuradi. Bir xili bo'lsa, osmon jismlari mangulik nazariyasi bo'lib, olam mangu saqlanadi, abadiy o'zgarmaydi deb qaraydi. Yana biri bo'lsa, olam cho'ng portlash nazariyasi. Bu xil nazariya olam bir qatimliq cho'ng portlashdan kelgan deb qaraydi. Bu mangu saqlanish nazariyasini inkor qiladi. Dastlabda bu joyga kelganda Hawkingda cho'ng portlash nazariyasiga nisbatan quyuq qiziqish paydo bo'ladi. Talant egasining o'zida bor bo'lgan bevosita sezimi uningga balkim bu xil ta'limot haqiqatga teg'im yiqilishidaligini aytadi. Lekin halqiliq bo'lgani o'z vaqtida hech kimmi qoyil qilish kuchiga ega isbot orqali bu nazariyaning mumkinligini isbotlay olmaydi. Shuning bilan yosh Hawking olam cho'ng portlash nazariyasini sharhlashni qaror qiladi. Mana bu dal uning ko'zi ko'rinarli natijalarni qozonishining boshlanishi. Lekin ilmiy tadqiqot ustidagi yo'nalishning o'zgarishiga selishtirganda, uning salomatlik ahvoli dal uning keyingi turmushining yangi burilish nuqtasi. 1963-yili Hawking bir qatimliq tasodifiy voqeada ehtiyotsizlikdan pallanpaydan do'mlab ketdi. Ota-onasi uning benormalligini his qilib, uni Londondagi eng yaxshi doktorxonaga elib keldi hamda atrofliq tekshirish qilg'izdi. Oqibatda Hawkingning muskul yigilash va yonbeg'ish qetish, ya'ni harakat nervoni kasalligiga giribtor bo'lganligiga diagnoz qo'yildi. Bu yana biz biladigan tadrijiy polash bo'lish kasali. Bu uning muskullari kundan kunga taraydiganligidan, ondan harakat iqtidoridan mahrum bo'lganligidan, til va turmush hojatidan chiqish iqtidoridan mahrum bo'lganligidan darak beradi. Oxirida tarayish uning yuragiga yemiraydi, toki uning yuragi so'qishdan to'xtag'icha. Shu vaqtda doktorlar Hawkingning umrining eng ko'p bo'lganda faqat 3 yil qolganini oldin hukm qiladi. Chunki ilgari bu xil kasallik misollarining hammasi mushunga o'xshash bo'lgan. Bir mahal bu talant egasining dunyosi qorong'ulik uchimidi. O'lim, azob va besim. Aslida u Oxfordning eng talantli o'quvchisi edi. Uning orzusi bo'lsa, bepoyon olamga tutishatdi. Uning istiqboli cheksiz porloq edi. Lekin amaliyot nemishqa shu qadar shafqatsiz. U bir mahal qayg'urish va umidsizlik ichiga petib qoladi. U doim uyida o'zi yolg'iz, o'limni jakarlash nomli kuyni anglag'ach tuvan ovozda yig'laydi. Eng qo'rqinchlisi o'lim o'zi emas, balki o'limning yetib kelishini kutish jarayoni bo'lishi kerak. Peshingizda o'limning o'tkir xanjiri egiz pulangan vaqtda siz hammaga nisbatan amalsizlik his qilasiz. Bu 21 yoshga kirgan Hawkingga nisbatan nima degan rayimsizlik. Lekin qorong'ulikning bu oxirlashish vaqti bo'ladi. Mana bu halqiliq paytda Jane Wald dal vaqtida paydo bo'ladi. U muloyim, oq ko'ngil, go'zal bo'lib, nihoyat tezla Hawkingni o'ziga jalb qilib oladi. Ikkisining qiziqish va havaslari o'xshash bo'lganlikdan nihoyat tezla muhabbat daryosiga g'arq bo'ladi.
Bu aslida ümidsizlik ichidagi Hawkingga davomli yashash uchun jasorat elib keladi. To'ydan keyin Jane hamisha atrofda qolgan Hawkingning holidan xabar oladi. Kun sari ojizlab ketayotgan Hawkingni ilib har xil faoliyatlarga qatnashadi. Uningga hamroh bo'ladi, uni tushunadi va uni so'yadi. Jane Hawkingga hamroh bo'lib, uning eng mushkul bir bilik hayotlik musofasini besib o'tadi. Hawkingmo bargancha og'riq azobining ko'langusidan qutuladi. Hamda uning kun sari faolash bo'layotgan badaniga bora-bora ko'nib, fizik ilmiga bo'lgan qizg'inligini va voz kechgili tas qolgan olamchong portlash tadqiqotini qaytadan tepib oladi. 3 yil vaqt o'tib ketdi. Hawking oldi bilan o'zida bir tibbiy mo'jiza yaratdi. Bu vaqtlarda u faqat orol harakat qila oladigan 3 tal barmoqi va ko'z olmasini ost-usti o'ng so'l yo'tkash orqali buyruq berib, kompyuter til biriktiruvchisidan foydalanib, alohida bo'lgan kompyuter ovozi tarqata oladi. Doktorlik mezgildan boshlabla Hawking olamchong portlash nazariyasi va qaronkor nazariyasini qo'l silib tadqiq qilishga boshlagan edi. U boshqalarning ortiqchiliklarini qabul qila oladi hamda yangi ideyalarni o'tirib qo'ya oladi. U tushunishli so'zlar orqali 20-asrda ish eng qiyin bo'lgan olimlik tepishmoqni bizga yechib berdi. Roger Penrose tadqiq qilgan o'xshash, Hawkingmo turg'un yulduz o'zidagi ig'irlik kuchining ta'sirida yemirilgandan keyin tarayib bir zichligi inton yuqori bo'lgan kichik nuqtani hosil qiladi. Mana bu g'ayriy nuqtadan iborat. Uning ichida vaqt bo'lsa tinch. Bu g'ayriy nuqtaning bargancha kichiklishiga ergishib, uning zichligi bargancha yuqorilaydi. Eng oxirida besimga bardoshlik bera olmay portlash shakllanadi. Mana bu olamning kelib chiqishi deb qaradi. 1970-yili u qaronkor tadqiqotiga kuch chiqarishga boshladi. Klassik qaronkor nazariyasi har qanday modda va radiatsiyaning hammasi qaronkordan qochib qutula olmaydi deb qaraydi. Lekin kvant mexanikasi nazariyasining ko'rsatishicha qaronkorga tushib ketgan uchurga yana qayta erishgili bo'ladi ekan. Mana bu ziddiyat olimlarni 40 yildan uzun vaqt qiynadi. Toki 2016-yilga kelganda Stephen Hawking va yana bir qism olimlar ondan yangi tushuncha o'tirib qo'ya oldi. Ularning tushuntirishicha, qora o'nkirga tushib ketgan zarrachaning uchur qismi qora o'nkirning ko'rish sizig'iga joylashgan zarracha tarafidan tashkil qilingan yumshoq choch deb atalgan tuzilma tarafidan asirlanadi. Bu uchurlar yo'qolib ketmaydi, lekin uni asliga qaytarish va yeshish nihoyat tez. Hawking 1974-yili Oksforddagi kosmologiya yig'indida qora o'nkirning girvikidagi zarrachaning qora o'nkirdan qochib qutulishi nihoyat mumkin. Qora o'nkir o'zimi parga aylanish shaklida zarracha tarqata oladi. Oxirida qora o'nkirmo yo'qolib ketishi mumkin deb o'tirib qo'ygan edi. Mana bu donliq Hawking radiatsiyasi nazariyasi. Bu xil qarash kishilarni hayron qoldirdi. Fizik ilmidagi uzun bo'lgan tonishni gumron qildi. Hatto o'z vaqtida nihoyat oz kishilarla Hawkingning nazariyasini tushuna olgan bo'lsa-mu, lekin amaliyotda dal Hawking fizik sohasidagi uzun mezgil bo'linib turgan nisbiylik nazariyasi, kvant nazariyasi hamda termodinamika qatorli uch nazariyani mukammal biriktirgan tunji odam. Fizik ilmining haqiqiy ma'nosimi dal uning birlikka kelishida. Mushu nuqtadan aytganda, Hawking haqiqatan ilgirkilar yetish tas bo'lgan saviyaga yetgan. Keyin Hawking yana orqa-orqadan vaqt yo'chiqi, to'rt o'lchamlik bo'shliq, tashqi odam nazariyasi va planetlararo ko'chman bo'lish qatorliq nurg'un qisqarliq tepishmoqlarni o'tirib qo'yib, orqa-orqadan kishilarning qiziqligini qo'zg'adi. Hamda nurg'un hayron qolarliq narsalarni bizga elib keldi. Uning qarashicha, vaqt mashinasining halqaliq nuqtasi bo'lsa, dal to'rt o'lchamlik bo'shliq. Uningda vaqtning ushoq yiriqchilari, qo'riq va shishiqlar bo'lib, u molekula, hatto atomdan kichik, qurut o'nkiri dal uning ichida mavjud bo'ladi. Hawkingning tushuntirishicha, nazariya jihatda vaqt toneli yoki qurut o'nkiri insonlarni ilib boshqa planetlarga otlanib qolmasdan, agar qurut o'nkirining ikki uchi o'xshash bir o'rinda bo'lsa, hamda oraliq bilan emas, balki vaqt orqali ifodalansa, undaqda olam kemasi uningga uchib kiralaydi va uchib chiqqandan keyin yanala yer shariga yaqinlasha oladi. Shuning bilan yiroq o'tmishga qayta oladi. Uning ko'rsatishicha yana, agar olimlar surati yorug'lik tezligiga yaqinlashadigan olam kemasi yasab chiqa olsa, insonlarni elib kelgusiga otlanishi nazariya jihatdan mumkin ekan. Chunki to'rt o'lchamlik bo'shliqda 10 minut balkim cheksiz soat bo'lishi mumkin ekan. 2010-yili 4-oyning 25-kun tarqatilgan hujjatli film Stephen Hawkingga ergishib olamga kirishda Hawking tashqi planet odamlar mavjud bo'lishining mumkinchiligini nihoyat cho'ng deb qaragan. Tashqi planet odamlarining yer sharidagi boyliqlarni bulab quruqtab bo'libla peshini qeqib ketib kelish mumkinchiligini ko'zda tutganda, insonlar tashabbuskorlik bilan ularni izlamaslik kerak, aksicha butun tirikchilikni ko'rsatib, ular bilan uchrashishdan saqlanish kerak deb qaragan. 2010-yili 8-oyda Hawking yana kishini hayron qoldiradigan so'zlarni o'ttirib qo'yib, yer sharining hamon halok bo'ladiganligini, aksicha insonlarning davomli yashashining faqat bir yo'li borligi, ya'ni planetlararo ko'chman bo'lishini aytdi.
2017 yili 75 yoshli Hawking yana to'lib toshgan qizg'inlik bilan yulduzlarni bosib o'tish planini tadqiq qilgan edi. Bu tadqiqot agar muvaffaqiyat qozonsa, planetlararo sayohat qilish mumkinchilikka aylanadi. Hawkingning ko'chman bo'lish bishoratimi reallikka aylanadi. Albatta, bularning hammasi keyingi gaplar. Buningdan burun bir qatimliq ilmiy doklad oyoqlash oldida bir nafar yosh ayol muxbir avval munbarga chiqib, bu o'z vaqtida chaqliq o'rindiqda allaqachon 30 yil turmush kechirgan ilm-fan peshvosiga yuzlanib, echinmasdan mundoq so'raydi. Hawking efendi, kasal sizni chaqliq o'rindiqqa mangulik mixlab qo'ydi. Siz taqdir sizni nihoyat ko'p narsadan mahrum qildi deb o'ylamamsiz? Bu savol ro'shanki biroz qo'pol va o'tkir. Doklad zali ichi birdilla timtasliq cho'midi. Hammamizga ayonki, Hawking bo'lsa bir butun badani palach odam, faqat nashtal barmoqla harakat qila oladi. Uning taqdiri haqiqatan intayin azobliq. Lekin bu vaqtda Hawkingning yuzida yanala tinch kulimsirash jilva qiladi. U harakat qila oladigan barmoqlar orqali nihoyat tezda knopka taxtasini chekadi. Shuning bilan keng proyeksiya ekranida tuvanikidak bir bo'lik xatlar paydo bo'ladi. Mening barmoqim yana harakat qila oladi. Mening nimam yana tafakkur qila oladi. Mening umr bo'yi intiladigan g'oyam bor. Meni suyadigan hamda men suyadigan yaqinlarim va do'stlarim bor. To'g'ri, menda yana bir minnatdorlikqa to'lgan qalb bor. Shu amon butun maydonda gulroz olqish sadolari yangraydi. Haqiqatan bu ulug' talant egasi dal o'zidagi alayli usul orqali ulug' fizik olimlarining musobaqasini tamomladi. Mening qarashimcha, Newton, Einstein o'xshash ming yilda bir ko'riladigan buyuk odamlardan olqib ketish albatta tez. Lekin Hawkingning eng qadrlash arziydigan yeri dal uning hayotda bo'lgan qaysarligida. Hatto badani chaqliq o'rindiqqa nazarband qilingan bo'lsa-mu, butun badanda faqat 3 tal barmoqi midirlasimi, hattoki nutq so'zlash va savollarga javob berishlar faqat tovush biriktiruvchi orqali amalga oshsa-mu, lekin uning ideyasi cheklamaga uchirmay, olamda erkin sayli qildi. Rost, hech qanday narsa birdana izlanadigan ma'noni va bilimga intiladigan qizg'inlikni cheklaymiz kerak. Hayotdagi baxit va ofatlarni faraz qilmoq qiyin. Haqiqiy kuchliklarni taqdirmo yiqitib o'tolmaydi. Ulug' ideya dal eng yaxshi qoral bo'lg'usi. Hawkingmo dal shundoq. Bizning turmushga yuzlanishimiz texmi shundoq. Bo'ldi. Bu qatimli hikoya bu yerda oxirlashdi. Olimlar va talant egalarining tarixini ko'rish va o'rganish bizning bilimimizni mo'llashtirib qolmasdan, balki yana bir xil insonlarning turmushida nihoyat qimmatli bo'lgan hamkorlik, do'stlik va kamqursaqlik ruhini yetildirdi. Bizning olimlarning ish izlari va tadqiqotlarini ko'rish va o'rganishimiz hargizmi ularning qaysisining texmi qoltisi ekanligini selishtirish emas. Amaliyotda selishtirishning hech qanday ahamiyati yo'q. Lekin biz uni ko'rish va o'rganish orqali nimaning haqiqiy ilm-fan ekanligini his qilib yeta olamiz. O'zimizda ilm-fan emi yetildira olamiz.